والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Alloh subhanahu va taolo bilmaganlarimiz bildirsin, bilganlarga amal qiladigan insonlar safida xato qilsin. Bugungacha qilgan ibodatlarni, yaxshi niyat bilan turgan ro'zalarni, iftorlik saharliklarni, xatm Qur'onlarni, zikrlarni Alloh subhanahu va taolo o'z daryoga qabul qilsin. Bu jamoatimizdan xatm Qur'on qilib, masjidga jamlanib, jamoat bo'lib namozlarni o'qishda Alloh taolo qilingan barcha duolarni o'zining Robbil alamin daryoga huzurida qabul qilsin. Ramazon oyida hozir mana davomida aytganday gunohlari kechirilgan holatda barcha gunohlardan forig bo'lgan bandalarning safidan bo'lib, Ramazon oyidan jannatiy insonlarning safidan bo'lib chiqishligimizni Alloh taolo hammalarimizga nasib qilsin. Birinchi jamoatga aytadigan narsamiz, hurmatli jamoat, Laylatul Qadr kechasi. Bu kecha haqida biz juda ham ko'p eshitganmiz. Ulamolarimiz, olimlarimiz aytadiki, kun bilan tun. Va ja'alna layla va nahara. Alloh taolo Qur'oni Karimda bir qancha joylarda aytdiki, kun bor, tun bor. Kundagi ibodat afzalmi, tundagi ibodat afzalmi degan masala borki, kunduzgi mana quyosh ko'tarilganda ishroq boshlanadi, to shomgacha. Kunduzi deyiladi u. Safarda ham yawmun deb qo'yadi-ku, yawmun va laylatu deganday narsa. Kunduz afzalmi, kechasi afzalmi? Bilasizlar, ba'zi paytda